otalar. Zaten musiqa kafedramiz bir yildirtilgan hisobotidan qisqacha sizlarga bir ma'lumot aytmoqchiman. Musiqa kafedrasida hammasi bo'lib 12 nafar o'qituvchi ishlaydi bizda. Shundan 3 nafari soatbay, 7 tasi asosiy o'qituvchi. Darslarni hamma o'qituvchilarimiz reja asosida o'tilgan, berilgan soatlarni hammasini bajardi. Hammasida ochiq darslar o'tildi, uslubiy ishlari o'tildi. O'tilganda 9 ta ochiq dars, 9 ta uslubiy ishlar hamma o'qituvchilarda o'tib bo'ldi. Shulardan bizlarda kurslar o'tilayotgan kurslarimiz xoreografiya bor, o'tyapti. Rubob darsligi bor, keyin folklor jamoasi. Hammangizga ma'lum folklor jamoasi har yili birinchi o'rinda oltita olib kelyapti. Lekin hali grant tanlovga o'tganimiz yo'q, nasib qilsa niyatimiz bor, buni ham qo'lga kiritamiz. Bilim yurtida o'tkazilgan hamma tadbirlarda musiqa o'qituvchilarimiz hammasi qatnashib, hamma tadbirlarni o'tkazib beryapti o'z vaqtida. Qilingan ishlarimiz hammasi joyida. Bizlarda fanlardan o'tiladigan rubob darsligi bor, akordeon darsligi bor, g'ijjak darsligi bor. Keyin qo'shimcha cholg'i darsliklarimiz bor. Bular ham hammasi o'z vaqtida o'tib, o'quvchilarimizga shu ko'rsatilgan reja bo'yicha dasturlarimizni hammasini o'tib. Bizni mana shu gapiradigan gaplarim mana shular. E'tiborlar. Vataningizga rahmat. Mana